Assalomu alaykum. Bugungi videomiz xo'razlarni toza joyda, tovuqlarni toza joyda saqlash haqida gaplashamiz. Kasallik o'shanda tegmaydi. Har doim e'tiborli bo'lish va foyda ko'rish haqida gaplashamiz. Ovqatlanishi va toza joyda yashashi. Hurmatli obunachilar, Instagram, YouTube obunachilari, e'tiborli bo'ling va tovuq boqib foyda ko'ring. Mana bu xo'razlarimizda joyiga e'tibor bering. E'tiborni qarang, mehrni qarang. Shunday turar joyidan o'zi bilinib turibdi. Bu joyda bog'ilgan xo'razlar, tovuqlar hech qachon kasal bo'lmaydi. Qarang e'tiborni. Sovuq emas, iliq harorat, joyini qarang, har bittasiga bittadan idish qo'yilgan. Ovqatlanishi ham xuddi o'shanga yarasha bo'ladi. Foydangiz ham xuddi o'shanga yarasha bo'ladi. Har narsaga e'tibor bersangiz, o'shanda foyda yaxshi keladi. O'limi kam bo'lgandan keyin foydaga birdan chiqamiz. 10 ta xo'razingiz yo 20 ta tovug'ingiz bo'lsa, bittasi o'lsa, ziyonga ketishni boshlaysiz-da. O'shaning uchun e'tiborli bo'lamiz, obuna bo'lamiz, like bosamiz